Joker rolini o'ynagan aktyor o'sha roldan keyin o'lganmi? Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi, lekin bu to'liq haqiqat emas. Eng mashhur Joker aktyorlaridan biri Heath Ledger Qora ritsar filmida Joker rolini ijro qilgan, lekin u film chiqishidan avval vafot etgan. Sababi esa rol emas edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u bir nechta kuchli dorilarni aralashtirib yuborgan. Chunki u uyqusizlik muammosi bilan kurashayotgan edi va uzoq vaqt uxlay olmagan. Shuning uchun shifokorlar yozib bergan dorilarni qabul qilgan. Lekin bu dorilar birgalikda qabul qilinsa juda xavfli bo'lar edi va bu narsa tasodifiy o'limga olib kelgan. Shundan keyin odamlar orasida bir gap tarqaldi. Joker roli aktyorlarni sindiradi, lekin bu isbotlanmagan. Chunki boshqa Joker aktyorlari hali ham tirik. Masalan, Joaquin Phoenix hali ham faol, Jared Leto ham tirik, Jack Nicholson ham tirik, ammo nafaqada. Demak, Joker roli o'ldirmaydi, lekin u juda murakkab rol va kuchli psixologik bosim berishi mumkin. Shu sabab insonlar haqiqat bilan afsonani aralashtirib yuborgan.